Bulat Süleymanov turunda yazmamı Kuşum Han'ın anığı deyip atadım. Elbette Kuşum Han'ın ise Bulat'ın Kuşum Han'da birinde katnaşıyor. Şunda men Sibir'den kelgen her bir iratın nişiktir Kuşum Han bilen beylep qaraydigan bu simbolik isim bu şartda boldu. Bulat Süleymanov'ni men ko'rib bilen özüm student çağda canım bilen tanıştık. O bizim Tulatraqda Turg'alaydi Moskvadan kaçtı. Moskvada okudu. Biz bilgan vaqtda Edebiyat institutunda. Ana shunda yaqindan tanışkan günler oldu. Hem men Bulat'ni nechikdir shun ilk kishi olarak bek hurmatlaydim. Bu albatta bizim Tatar tilin, Tatar edebi tilin Qozonda niqlab yurgan shaxs edi. Onlarning Sibir tili biroz ayirlar. Hem olana bek ko'p kishi qo'ygan edi. Hem endi u shun ma'nosida bizning Qozon edebi tilida she'rlar yoza boshladi Qozonga kelgach. Bulat'ning narsa tushundiriyi desek, ol endi nechikdir mana taygadan chiqqan bir kishi kibib tuyulaydigan, yong'og'ini bo'rayotgan esa oyog'otgan kibib shunday bir kishi shaxs bo'lib tuyulaydi. Ham u suyoshganda da nechikdir nechkalab turmay qo'ldan berib erlarcha ochiqdan ochiq suyoshaydi. Shunga ko'ra uni bek ko'p kishi yorataydi, chunki fikrsiz birningi hususiz shaxs o'ylaganini aytib beradi, o'ylaganini ishlaydi. Bir narsasidan da qo'rqib turmay, mana shunday bir qiziqli shaxs edi. Men uni bu maqolamda yozmamda azmi ko'p noshirga tirishdim, lekin kishi turida albatta kichkinagina jurnal betlarida borisida so'ylab bo'lmaydi. Begerekte men Sibir'de, tumanda shaqda endi siyosatga qo'shilib ketuv yillarni buyruq bilmayman. Faqat eshitibgina bilan u kelgach сөйлей turgan edi. Onun andagi hikmatlari, andagi kuchli maqolalari, tarixiy temaga yozilgan Sibir tatarlarining ko'taruv bo'yicha ruhiy yoqdan da bek ko'p ishladi. Anda endi turli xatolarda bo'lgandir belki tayfalar da, lekin ular barisi da şu 90'lı yıllarının, Bulg'avur yıllarının bir ko'rinishi edi. Bulat bizning aramizdan erta ketdi. Onun o'limini eshitib og'ir bo'ldi. Biz uni bek so'ng eshitdik. Lekin u o'zining o'limi bilan bizim bekenetdagi To'qay aytgandek, o'lib anlatib o'rinda shaxsni. Naq shulay bo'ldi. Bulatni da turlicha tanqid etishlar, onun her fikrinden kopuşlar, sonra indi Bulat'a yakınaydılar. Onun eserlerini çıkara başladılar. Onun turunda hazırlık günde de okullar var. Yılga bir mertebe Bulat Süleymanov günleri bitirdiler. Hem onun zaten mekteplerde öğrenirler. Haydi bu halk, biz halkına, Sibir halkına yakın, onun bayrağı itibar ve bir şahıs bulup Ülgüre var. Özü isem olmasa da onun ruhu ise var, onun halkta. Onun tesiri şeye var, onun